Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'laring yaxshimi? Kommentariyalarda savollar kelaveradi. Men hammasiga javob berishga fizически ulgurmayman. Ming bor uzr. Savollaring agar javobsiz qolib ketgan bo'lsa, menda xafa bo'lmaysizlar, chunki yuzlab, minglab kommentariyalarga savollarga javob bera olmayman. Profilimizning shapkasida Telegram kanalimizda ssilkasi turibdi. Bosasiz, RTK servis Telegram kanalimiz chiqadi. Telegram kanalimizda chat bo'limiga o'tsangiz, men va mendan boshqa usta akalarimiz bor, shogirdlarimiz bor. Savollaringga beminnat javob berishadi. Lekin baribir ham savollardan kelib chiqib men video olyapman. Deyarli har kuni haftada bitta, ikkita, uchta video olib turibman. Hozir qarang, bir savol bo'lyaptiki, расширитель bachok mavzusida, расширитель bachokda ichida havo yo'q, ya'ni havo qolmagan. расширитель bachok o'z vazifasini bajarmayapti. Shunda u aka aytdilarki, suv qiziganda bosim oshib ketyapti deb. Suv qiziganda bosim oshib ketadi qachonki расширитель bachok o'z vazifasini bajarmaganda. расширитель bachok buni oldingi videolarimda ham aytganman, ichi to'la havo bo'lishi kerak. Ya'ni ichida buni rezinoviy membrana bor, ichi to'la havo bo'lishi kerak. Siz отопление tizimiga suv joylagan paytingiz bu havo bir bar bo'lishi kerak, bir bar. Siz отопление tizimiga bir atmosfera, havoni atmosferaga olaylik. расширитель bachokda bir atmosfera havo suv bosim bo'lishi kerak. Qizitish sistemasida, ya'ni отопление tizimingizda bir bar suv bo'lishi kerak. Agar siz suvni bir bardan ziyod 1,5 bar qilib qo'ysangiz, demak bilingki, sistemadagi yarim bar ziyod suv, mana bu rashpatli bakdagi bir atmosfera havoni siqib o'z ichiga suv kirib olgan bo'ladi. Bu suv kirib olmagan bo'lishligi uchun bunda bir atmosfera havo joylaysiz, отопление tizimingizga bir bar suv joylaysiz. Ana o'shanda bunga suv kirmaydi. Ana o'shanda qachonki suvingiz qiziganda tabiiy ko'paygan vaqtdagina buni ichiga kiradi. Ya'ni bir bardan yuqori bo'lgan bosim bachokda ichiga kiradi. Bu prosta balans ushlaydi. Tak. Endi siz nima suv bosimi ko'tarilib ketyapti. Siz nima qilasiz? Kotyolni betini ochasiz. Ba'zi расширитель bachoklar tepa qismida, ba'zi bachoklarni yonbosh qismida zalatnik bor. Ya'ni nasos bilan dam ursa bo'ladigan zalatnik bor. Zalatnik bosib ko'rasiz. Zalatnik bosgan paytingiz agar ichidan suv chiqsa, demak расширитель bachok ichidagi membrana teshilgan, ishdan chiqqan. Uni yechib olib boshqa qo'yish kerak. Agar suv chiqmasdan havo chiqsa, demak havosi kam. Uni bir atmosfera joylash kerak. Hozir men ko'rsataman, mana datchik bor. Mana bunaqa datchik bilan o'lchanadi mana. Bu bilan bir atmosfera havo joylaysiz bu bilan. Endi agar suv ham chiqmasa, havo ham chiqmasa yoki ozgina havo chiqib to'xtab qolsa, demak bilingki rashbakli ichi to'la suv bo'lib qoldi. Mana o'sha holatda podacha обратка kranlarni bekitasiz. Ikki chekkadan o'tgan ikkita turbadagi kran podacha обратка suv chiqish va kirish отопление tizimini bekitasiz. Bekitganingizdan keyin kotyolning tagida suvni to'kib yuborish jumraklari bor. Bitta jumrakchasi bor, suvni to'kib yuboradigan jumrak. Deyarli barcha kotyollarda bor. U narsa agar kimdagi yo'q bo'lsa, demak favqulodda klapandan to'kib yuborish kerak. Ya'ni mana ichida qizil qalpoqchalik bor, klapan bor. Mana bu narsa suvni to'kib yuboradigan jumrak hisoblanadi. Suvni to'kib yuborasizda ochiq holda qoldirasiz. Ochiq holda qoldirishning sababi bachokning ichida to'la suv turibdi-ku. Buni ichiga havo kirmasa, buni ichida suv to'kilib ketmaydi-da. Buni burab ochiq holatda qoldirganingizdan keyin bunga nasos bilan dam urasiz. Bu oldingi videomda ham aytganman. Nasos bilan dam urasiz, o'shanda bu yerdagi suv oqib, bundan oqib tushib ketadi. Ana undan keyin buni ichiga, ya'ni bir atmosfera havo joylanadi. Bir atmosfera havo joylangandan keyin tagidagi suvni to'kib yuborish jumragini yopasizda, yopganingizdan keyin podacha обратка kranlarini ochasizda, ana undan keyin mana bu kotyolni o'zini datchigi bor-ku, bar datchig. Bar datchigi xullas bor hamma kotyolda. Bar datchigi bir bar bo'lguncha, ya'ni yashilga kelguncha suv joylaysizda, ana undan keyin kotyolni ishlatasiz. Agar qarang, o'tgan safargi videomda aytmaganman. Agar расширитель bachok olish qimmatli qilayotgan bo'lsa, расширитель bachogingizdan suv oqmayotgan bo'lsa, lekin ichidagi membranasi teshilgan bo'lsa, ya'ni zalatnikni bossa suv oqadi, bosmagan payt o'zidan suv oqmaydi hech qayerdan. U holatda, masalan, akfa kotyollarning bitta расширитель bachogi 1 million so'm $100 turibdi. Lekin akfa kotyollarni yoki akfa kotyolga o'xshagan eski kotyollarga mana katta xarajat qilishni tavsiya qilmayman. Sababi siz $100 ga bitta bachok sotib olasizda, 300 ming so'm, 400 ming so'm berib ustiga uni o'rnattirasiz. Qarabsizki, bitta muammo sizga 1,5 million, 1 million 600 ming so'm kelib tushadi. Bitta eski kotyolga 1,5 million, 1 million 600 ming so'm xarajat qilganingiz bilan u kotyolingiz yangi bo'lib qolmaydi. Aradan ko'p vaqt o'tmasdan teplообменники, sirkulятsion nasosi, трехходовой klapani buziladi kotyolingizda. Keyin yana bitta shu $100 atrofidagi xarajat degani. Qarabsizki, bir sezonda, bir qish mavsumida 2-3 marta usta chaqirasizda, pulini to'lab, bitta yangi kotyol pulini berib o'rgan bo'lasiz. Shuning uchun men sizlarga kotyollarga, eski kotyollarga mana katta xarajat qilishni maslahat bermayman. Uni o'rniga bitta yana muqobil bitta variant bor. Siz agar kotyoldan suv oqmayotgan, bachokdan suv oqmayotgan bo'lsa, shunchaki qizil 250 ming so'm turadigan 4 litrlik, 6 litrlik bachoklar bor, santexnika magazinlarda sotiladi. Ana o'sha bachokdan kotyolda обратка turbasini любой joydan, kotyolga yaqinroq joydan shunday chiqarib
chiqarib o'sha bachokdan alohida uстановка qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ichidagi bachok ish bajarmaydi, lekin o'sha siz qo'ygan qo'shimcha bachok bu ichidagi bachokning vazifasini bajarib turadi. Ya'ni bu katta xarajat bo'lmaydi, 300 ming, 400 ming bilan bitadigan narsa, zato kotyolingiz yana bachok muammosidan qutulib ishlaydi. Katta xarajat qilish shart emas demoqchiman. Shu o'rtoqlar shuni masalaga aytmoqchi edim. Biz harakat qilyapmiz. Telegram bot yaratyapmiz inshaalloh robbil alamin. Telegram botda har bir ошибка bilan ishlash variantlari ko'rsatilgan bo'ladi. Har bir bizni tomosha qiluvchi, bizning yurtdoshlarimiz Telegram botga kirib o'zini kotyolini shuni tanlaganda kod ошибкалari kelib chiqadi. O'sha kod ошибкani E3 mi, E1 mi, E6 mi bosganda qo'llanma kelib chiqadi. Video rolik kelib chiqadi. O'sha E6 bilan qanday ishlash kerakligiga to'liq tushuntiriladi. Endi u asosan bizning shogirdlarimizga beriladi. Men o'ylaymanki, hammaga ochiqqa qo'ymaymiz uni. Biz shogirdlarimiz, bizga o'qigan bolalarga o'sha Telegram botni beramiz. Hayot davomida yana ham oson foydalanishlik uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Like bosishni, podpiska bosishni unutmanglar. Chunki bizning faoliyatimizda rivoji uchun sizlarning podpiskalaringiz juda muhim. Qancha biz ko'p bo'lsak, shuncha ko'p jamiyatga foyda keltirishimiz mumkin. Inshaalloh yaqinda biz yana bir narsani ustida ishlayapmiz. Podpiska abonement podpiskasi. Xalqimiz uchun har oyda 50 ming so'mmi, 60 ming so'mmi bizni kompaniyamizga pul to'laydi. Yil 12 oy biz o'sha xonadonni, o'sha akaxonni, o'sha opani santexnika masalalarini hal qilib berib turamiz. Kuxnyasida zastor bo'lganmi, smesilni almashtirish kerak bo'lganmi, duh konteyner kotyoli buzilib qolganmi, hattoki duh konteyner kotyoli buzilib qolgan, 1,5-2 million xarajati bor. O'sha holatda biz nima qilamiz? O'sha hududda, endi hozir biz maktab ko'paytiryapmiz o'zimizning ofislarimizni, inshaalloh shuni ustida ishlayapmiz. Bizda har doim 5 ta 10 ta rabochiy ishlab turgan kotyollar zapas turgan bo'ladi. Biz boramizda uy egasini sovuqqa qoldirmasdan, katta xarajat tushirmasdan kotyolni shuni yechib olamizda, o'rniga ishlab turgan kotyolni qo'yib beramizda, uni yana remont qilib olib qo'yaveramiz. Tushunyapsizmi? Shuna qilsak, xalqimiz yil davomida 1 million so'm atrofida pul to'lagan bo'ladi bizga. Zato o'zini santexnika ishlari, xonadondagi muammolar strafovka qilingan bo'ladi. Ertaka servis kompaniyasi tomonidan. Aytmoqchi bo'lganim shu. Assalomu alaykum, qo'llab-quvvatlab turinglar.